Bir kuni podshoh dengiz sayohatiga chiqdi. Uning hali dengizga chiqib ko'rmagan bir quli ham bor edi. Kema to'lqinlar ichra harakatlana boshlanganida qulni vahima va qo'rquv qamrab oldi. O'z-o'zidan qaltirab yig'lay boshladi. Atrofdagilar uni tinchlantirishga qancha urinishmasin, qulning vahimasi sira ham bosilmadi. Buni ko'rgan podshohning ham kayfiyati buzildi. Lekin chorasi topilmasdi. Kemada bir dono qariya bor edi. Shunda u shohga qarab, "Sultonim, amr etsalar, shu qulni o'zim tinchlantirsam", dedi. "Bizga katta yaxshilik qilgan bo'lardingiz", dedi podshoh. Qariya darhol, "Beliga arqon bog'lab, dengizga uloqtiring", deya kemadagilarga amr qildi. Qariya aytganidek qilishdi. Uni bir necha marotaba dengizga sho'ng'itib olishdi. Qul og'zi burnigacha suvga botib tipirchilay boshladi. Ma'lum muddat o'tgach, mashg'ulotni to'xtatishdi. Ichlari suvdan to'lgan qul kemaga chiqarildi. Ichgan sho'r suvlarini chiqarib olganlaridan so'ng va nihoyat qul tinchlandi. Qariyaning tutgan dono tadbiridan podshoh mamnun holda so'radi. Bunda qanday hikmat bor edi? Qulingiz dengizga chiqmaganligi bois uning qiyinchiligi va cho'kish azobini tortmagan edi. Shu sababdan kemadagi sokinlik qadrini bilmadi. Xato yo'lda bo'lgan kimsaga berilgan yuzlab o'git uni to'g'ri yo'lga solmoq uchun yetarli emas. Ammo to'satdan boshiga kelgan bir falokat uning uyg'onishiga bir sabab bo'ladi, deya dono qariya javob berdi.